Farg'ona shahrida ma'naviy ma'rifiy hayotda muhim voqea ro'y berdi. Andijon yoshlar teatri ijodkorlari farg'onalik yoshlar uchun taniqli yozuvchi Usmon Azimning mashhur asari Kunduzsiz kechalar asosida sahnalashtirilgan spektakli namoyish etildi. Mana ko'rasiz. Hali bu kunlar o'tib ketadi. Axir oyda 15 qorong'i bo'lsa 15i yorug'dir. Cho'lponda yo'ldan o'tganlarni aql bilan qayta tarbiyaga o'z safimizga qo'shmog'imiz zarur. Jinochi millatchilik va vatanparastlik ruhida she'rlar va nasrlar yozgan joylarim ham bo'ldi. So'nggi vaqtda bu xatolarimni o'zim ham tushundim. Ushbu asarda inson taqdiri, hayotiy sinovlar, mehr va sadoqat, shuningdek, adolat va vatanga muhabbat kabi oliy insoniy qadriyatlar badiiy ifoda etilgan. Men sen bilan eng baxtiyor kunlarni kechirdim. Lekin sen mening fojiamning qurboni bo'lasan deb qo'rqaman. Tomosha davomida yoshlar nafaqat teatr san'atining sehrli olamiga oshno bo'ldilar, balki mustaqil fikrlash, hayotga boshqacha nazar tashlashga chorlovchi g'oyalardan ham bahramand bo'ldilar. Yosh shoir oyga kelsa, soddalik bilan nega ruslar Pushkinni qadrlaydi-yu, biz cho'lponni so'kamiz deb so'raydi. Bu ezilgan o'zbek bolasi Farg'onalik yoshlar tomoshadan chuqur ta'sirlanishdi va teatr jamoasiga o'z minnatdorchiliklarini izhor etdilar. Shu bilan birga, tadbir yoshlar o'rtasida ma'naviyatni yuksaltirish, teatr san'atiga qiziqishni oshirish va ijodkorlik muhitini yanada boyitishda katta ahamiyat kasb etdi. O'lmagansan. Senda odam, senda insonsan. Kishan kiyma, bo'yin egma ki sen ham hurtug'ulg'onsan. Kishan kiyma, bo'yin egma ki sen ham hurtug'ulg'onsan.